asosiy nimam spektaklni обеспечить qiladigan rekvizit. Rekvizit bilan men обеспечить qilmayman. Butafor, художник, butafor bo'lib ishlayman bu yerda. Endi spektaklni yuragi bunday aytganda rekvizit. Rekvizitsiz spektakl chiqmaydi. Butafor degan kundalikda odam bosiniki ishlatilgan narsalardan kopiyasi. Meni asli nimam maqsadim shu. Yeniklab artistlarga chiroyli qilib chiqarib berishni amalga qilaman har qachon. Главный художник maket yasaydi. Maket yasab olgandan keyin u maket bilan biz bilan maslahatlashadi. Mana qanday, mayga undaq yazsak bo'lamdi, bo'lmamdi, qanday material, yenikmi, ig'ir bo'lmasin, chaqqan bo'lsin. Shuning uchun художник bilan uzoq o'tirib biz irishat qilamiz. Undaq aytganda, bu yerda o'ng'ay ish narsa yo'q. Rekvizitning hammasi qiyin. Buniki texnologiyalari, har xil texnologiya bilan yasaymiz. Shuning uchun bu yerda oldi bilan yaxshi художник bo'lish kerak. Har narsaniki oldini, keyinni, orqani hammasini ko'rib turishing kerak-da, bilishing kerak. Bir narsani ko'rsang, nonning oldi qanday, keyini qanday, sen o'zi beshing bilan chustut qilishing kerak ishing bilan qanday. Shuni o'zing o'ylashtirib, художник bilan o'tirib, hammani maslahatlashib, rejissyor keldi, rejissyor bilan maslahatlashib, undan keyin yasashga. 91-yildan boshlab spektakllarni yasab kelyapman. Rekvizitni. Bu yerda aytsak soni yo'q. Bizning yiliga 4-5 spektakl chiqarsa, mana hisoblab ko'ring, 90-yildan boshlab mush kungacha chiqqan spektakllarning hamma rekvizitini yasab kelyapmiz. Hozir biz buni tayyorlik qilyapmiz, buni bayon qo'zi ko'rpash bayonchiligi yangi spektakl qo'yiladi. Shuningga художник bilan hamda maslahatlashib, qanday qilamiz, shuni o'ylashtiryapmiz dexe. Konsertlar bizga undaq qiyin emas konsertlar. Konsertlarni biz художникlar hamda o'ynab turib chiqarib beramiz spektaklni. Uni o'ylashtiramiz. Qaysi asar, qay vaqtga nima qildi. Har narsaning o'zining asarlari bor, vaqtlari bor. Asla qarab chiqarish kerak. Qaysi asarda qanday bo'lgan, qay vaqtda qanday bo'lgan, shularni hammani istoriyani o'qish kerak, o'qib shu vaqtdagi vaqtlarni hammani bilish kerak. Shuningdan keyin kelib biz boshlaymiz ovqatni. Qiyin deganda kichkina yangi dekoratsiyalar chiqib qolsa, shunda kichkina qiynalib qolamiz. U bir hafta ishlayaptilar. Uni chiqib, qo'yga vaqtimma, bolalarni o'gitib qilguncha, ular qanday qo'yish kerak, qanday qilish kerak, ularni o'rganguncha shular bir oydan o'tib shu spektakl chiqib ketguncha. Qiyin spektakl bo'lganda bizda 7 qut yig'roq keldi. To'mirlardan yasadık, diametri yoğun bo'lgandan keyin adam chiqdi deb to'mirni yasaganmiz. Sahnaga chiqqan vaqtida u spektaklning движенияsi jiq stanoqlandi. Shu qiyin bo'ldi. Spektaklni yasaganda men keldim, men savut bilan художник bor. Savut men bo'lsidi, men yasab vartqiltaylar, to'mirlarni yog'ochdan bo'lsa kesib, men savut men kichkina bo'lsidi. Bunun chiqqandan keyin kraskasi bor, kraskalari bor. Kim Viktor художник bizda. Shu kraskalarni podбирать qilib, uning bo'lishimiz, bir bo'lishimiz uchimiz bor. Ну, раньше я работал в группе Семизорова Владимира Степановича. Вот, он заслуженный художник, бывший главный художник оперного театра. И мы работали как бы группой художников на Астанинский театр оперы и балета имени Баситовой. Вот с 2011 года я работаю здесь, в этом театре. Театр очень хороший, мне очень понравился. Главный художник очень понравился. Ну, вот, мы нашли как-то сразу общий язык, понимание. Потом у нас интересы, так сказать, совпали.
Ну вот, и с тех пор вот я работаю здесь. Ну, мои обязанности, я здесь художник-декоратор. Но поскольку у меня образование позволяет, я занимаюсь вот росписью задников, кулис, падок. Ну, в общем, одежду сцены делаю я. Ну, что такое образование? Ну, какой-то объем у меня есть информации о разных эпохах, разных стилях, вот, о разных художниках смотришь. И когда новая работа появляется, начинаешь разбираться и понимать, какой больше, так сказать, стиль подойдет, и какая эпоха. Спектакли же разных эпох, у нас же вообще-то исторические спектакли идут, и современные, это самое, сейчас вот больше уже как бы современные подходы какие-то. Между делом иногда просматриваю все выгрузки, орнаменты, ищу какую-то информацию в интернете, в книжке кто-то поступает, потому что без этого нельзя, без понимания. Были спектакли, когда мы с Гузель Аббасовной Мединовой там делали, ну, скажем, материалы брали какие-то необычные совершенно, невероятные, которые, в принципе, в декорациях, ну, может, используются где-то, но то есть не художественные, технические какие-то, пены монтажные, еще что-нибудь. Вот такие вещи, они больше запоминаются. Вот. С красками, ну, это в советское время, где Подольский завод был, Ленинградский художественный, краски производил. Сейчас мы делаем там разными фирмами. Сейчас вот акриловые краски, это что касается красок. Акрил, ну, он самый надежный, он и в бутафории хорошо идет, потому что он не стирается практически от воды, он не портится. Вот. По сравнению с гуашью, которой мы раньше работали, там капнет что-нибудь, пятно получается, сейчас нет. Мен өзім яғашылықны яқшы көреттім. Мен ашы 80 жылдары ашы яғашылық үйінде яғашылық қып, үйді бір nimләні ойып, ашы nimләні телевизорлардың көрген нәрселерні ашы bir tal stamezki bilan o'yib, odamning boshlarini, bogatlarni, qahramonlarni yasab, keyin 87-yili teatrning oldiga e'lon avishish qo'ydi. Ashta butafor, grimer, mashinistlar kerak. O'qishga bitimiz. Shu yerda kelib, teatrga kelib, vaqti direktori Murat Ahmadiyevdi. Kirib, men mashtaq dedim, o kishimi o'ylandi. Men mashtaq yaxshilikni yaxshi ko'raman. Xeyli undaq narsalarni qo'limdan keldi dedim. O kishimi tavakkalga meni aytdi o'qishga. Odessada 5 yil o'qib, o'rganib, butaforiyani qanday texnologiya, qanday qilish kerak uni o'qidik 5 yil. O'qib bitirib kelib, shu teatrda ishlayapman. Bu yerga qiziqish kerak. Yomon qiziqadigan bolalar bo'lsa, biz har qachon tayyor. Buning uchun birinchi o'rinda hudojnik bo'lish kerak, o'rganish kerak, nima qilish kerak, qiziqish kerak. Qiziqish bo'lmagan yerda hech nima o'rganolmaydi. Men 87-yil kelgan. Meni sahnaga chiqardi. Sahnada adam yetishmagandan keyin men sahnada ishladim. Uzoq sahnada ishladim. Ham dekoratsiya yasaydigan odamlar bo'lmagandan keyin meni mayoq tushadi. Ben hem meyde dekorasiya yasayman, hem sahnada, hem artistlarni gastrol qilishadi. Hozirgi vaqtimda sahnada bolalarni o'rgatmaydi, dekoratsiya, yangi spektakl chiqadigan nimalar kelgan bo'lsa-da, men mayoq tushaman dekoratsiya yasayman. Hem spektakl qanaqa spektakl chiqadi, shu spektaklga dekoratsiya yasayman. Bizning tomoshabinlarimizga men tilaydiganim yosh bolalar bo'lsa, qo'ldan kichkina aplik, undaq bir narsalarga o'rganadigan, tirishadigan nimalar bo'lsa, o'rganaman, ashtaq kelajakda har narsaning kopiyasini yasab, skulptura yasash, deriz yasash, yasash, teatralniy narsalarda, o teatralniy nima emas, o'sha narsalarni qiziqadigan bolalar bo'lsa, kelsa, с удовольствием biz дальше o'rgatamiz. Хотя бы один спектакль одинаково 2 раза не показывается. Там фактура разная, настроение у людей может быть разное. И каждый раз это все обыгрывается по новой, и оно все живое, все дышит. Мы же ищем контакт со зрителем, душу его ищем, пытаемся что-то там сказать спектаклю.
даже декорациями, не просто они красивые, хорошие, там что-то говорим. То есть этот язык надо понимать. Гуры любят свой театр. Я желаю, чтобы он продолжал всю свою деятельность еще очень долго-долго.